Abu Nasr Farobiy haqida 10 ta fakt. O'rta Osiyoning ulug' mutafakkiri va qomusiy olimi Abu Nasr Farobiy 873-yilda Sirdaryo sohilidagi Farobda harbiy xizmatchi oilasida tavallud topgan. Olim avval ona shahrida, so'ngra Samarqand, Buxoro va Bag'dodda bilim olgan. Abu Nasr Farobiy riyoziyot, falakiyot, tabobat, musiqa, mantiq, falsafa, tilshunoslik, tarbiyashunoslik va adabiyot sohalari bilan shug'ullangan. Olimning ilm-fan oldidagi xizmatlaridan biri Yunon mutafakkirlari asarlarini sharhlaganligi va ularni yangi g'oyalar bilan boyitganligidir. Abu Nasr Farobiy o'rta asrda mukammal hisoblangan ilmlar tasnifini yaratgan. Yunon falsafasini chuqur bilgani, unga sharhlar bitganligi uchun Al-Muallim As-Soni, Sharh Arastusi nomlariga sazovor bo'lgan. Farobiy 160 dan ortiq asar yozgan, lekin ularning aksariyati bizgacha yetib kelmagan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Farobiy 70 dan ortiq tilni bilgan. Olim qoldirgan meros faqat Sharq mamlakatlarida emas, balki Yevropada ham tarqaldi va ijtimoiy falsafiy taraqqiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Abu Nasr Farobiy 950-yilda Damashqda vafot etgan va Bob as-Sag'ir qabristoniga dafn qilingan.